Halkam. Bizdan kuchayib ketdi aka. Nimaga? Hozir ko'rasiz isbotini. Assalomu alaykum barchaga. Gapimiz isboti. Bu safar faqat mebel bilan cheklanib qolmaganmiz, bu xonamizni patrovich holatda remontlari bilan topshirganmiz. Televizyon qilib berganmiz. Televizorlardan o'zgacha chiqdi. Ikki tarafiga dekorativni shkaf qilib berganmiz. Polkalar joylab turib, ichlariga ledlar joylaganmiz albatta. Akamizdan tekshiruvga kelib tashakkurnomalar ko'p ekan. Mana. Xo'p, bu tomonini o'rtasini dekorativni qilib chiqarganmiz. Xudo xolasa ko'rmaydi. Ko'rib baho beringlar. Kamchiligi bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar. Xo'p, televizorlarni o'zimiz qo'yib berganmiz. Uni taglariga tortmalarni berganmiz. Hammasi davlatchi mexanizm foydalanib. Endi yana bir bu tomoniga to'xtalsak, bu tomonini ofisda stol qilib berganmiz. Bu ham juda bir boshqacha chiqdi. Asosiy stolimiz, telefonimiz, tekilarni ham boshqacha qilib ishladik. Hop, buni ichki tarafi Biraz uğrayan juda bir injiqdan bo'ldi. Bu tomonda işte tortmamiz. Bu tomonda tortsak. Bu yoqda tumbasi. Bunda tortmalari, tumbalari mavjud. Endi buni yana bir qizajon ko'rsatmaslarga. Xo'p, hali aytganimizdek, bu tomon o'zgacha chiqdi. Endi bu yerda ishlab, menlar charchaganda ishchilar joyiga teganda sekin bir kirasiz. Burada xonamizni kirasiz. Kirganingizda bemalol dam olganini o'tib qo'yganmiz. To'g'risi chiroyli. Bu yerda dam olib, yana joyiga qo'ygandan keyin yana bir qaytamizda chiqib yana ish davom ettirish mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, qayerga murojaat qilishni bilasizlar. Albatta bizga, avtomobil jamoamizga murojaat qilinglar. Tez va sifatli, eng yanaqasi ishonchli